Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Assalomu alaykum, hurmatli Oqtepa o'z kanali obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa Chorva bozoridan bugungi video roliklarimizni boshlayapmiz. Inshaalloh qo'limizdan kelganicha. Qo'llaringizdan kelganicha albatta like va podpiskani bosinglar. Biz kiritgan videolarni tuzam ravishda birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli aka-ukalar, bugun 2026-yilning 21-may sanasi hafta kuniga payshanba, barchalaringga payshanba tongi muborak bo'lsin. Hurmatli aka-ukalar, kirib kelayotgan Qurbon hayiti bayrami barchaga qutlug' va barakatli olib kelsin. Tabriklaymiz barchalarini do'stlar. Bugun Qumtepa, Qo'shtepa Chorva bozorida juda ham odam ko'p kelgan, mollar, xullas so'ygani, qurbonlikqa qo'ylar juda ham ko'p kelgan. Albatta kirib sizlarga ma'lumotlarni ko'rsatishga, berishga harakat qilamiz. Videolar davomida xato va kamchiliklarimiz bo'lsa, albatta ma'zur tutasizlar. Hurmatli aka-ukalar, mana shu ko'rib turgan qo'ylarimiz 6 million dizmi aka? 6 million? 6,5 milliondan do'stlar, ikkitasi, narigisi 9 million tepasida bo'libdi. 9 million 300 mingga. Nima deymiz? Albatta qilayotgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Hurmatli aka-ukalar, olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Videoga like bosib, bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta chorva ishqibozlari ekran oldiga yaqinroq joylashib olishlarini so'raymiz. Biz ichkariga ketdik. Qo'shtepa, Qumtepa chorva bozoriga mana kirish joyi do'stlar. Bemalol tashrif buyurib. Ro'zva aka nech pul bo'ldi? 11,800. Hech arzon aka. Pulliq bo'lsin. O'zingiz oldingizmi? Gap yo'q, zo'r. 11,800 mingga. Hurmatli aka-ukalar, mana qo'ylarimiz darvozani oldigacha chiqib ketgan. Nimaga? Sotiladi ehsonlarga, qo'chqorlar. Voy mashalloh, shunchalik boqib olib chiqqan dehqonlarga intadan like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada o'z fikrlarini qoldirasizlar. Nech puldan shular akalar? Nech puldan? 9 millionlik qo'ylar. Mana ko'ryapsizlar, bir xilda hammasi. 9 milliondan barakalar ham bo'lyapti. Tashrif buyuraverasizlar. Nech puldan ekan narxlari bularda? 28 million. Mana shu o'zi nech pul? 8 million. Kami bor. Qayerdan olib keldingiz, tog'a? Farg'ona viloyati Tashlaq tumanidan. Tashlaq. Ma'lum. Tashlaq tepami? Tashlaq tepa degan joydan kelishib tog'alarimiz rahmat. Xonachi nech pul bo'ldi? 11,5 millionga. Tog'ay bormi yana qurbonlik qilmoqlardan? Nomer bering. Qo'y yaxshi. Kimga qurbonlikqa shunaqa qo'chqorlar zaril bo'lsa 91lik 664 9070 telefon raqamiga bog'lanib, katta ovoz. Yur endi. Arqani sidirib ketma. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa mana? Mana shu yerga olsangiz, yana 6 tasi bor. 6 ta bor. O'g'lingizmi? Gap yo'q. Jonlaring sog' bo'lsin. Shunchalik boqib olib chiqibsizlar. Sizlarga rahmat. Biz davom etamiz. Ketdik. Xo'sh, duorini. Nech pul bo'ldi? 21,5 million. Xullas 20 milliondan 24 milliongacha qurbonlikqa xonachilar ham chiqib ketyapti. Oyoq bosgani joyi yo'q, xullas. Janovorlar. Gap yo'q. Nech puldan ekan bular? 6,5 milliondan 7 milliongacha xullas bemalol so'yadiganlar aka. Nomer bering aka, qiziqqanlarga, qurbonlikqa qo'chqor oqtarib yurgan aka-ukalarga. 91lik 669 19 61 telefon raqamiga bog'lansalaring. Qadrli aka-ukalar, mana qurbonlikqa zo'r qo'chqorlar, mashalloh. Bozoringiz bersin aka. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiraverasizlar. Mana yana bitta ketyapti. Hoji aka nech pul bo'ldi? 19.2 so'ygani. Gap yo'q. Ehsonlarni dargohida qabul qilsin Alloh. Voy janovorlar. Nech pulga bordi akalar? 6,5 ga bermadi. Bermadi 6,5 ga. Bularchi nech pullilar? Qaysi bolalar? 8 deyapmiz. 8 million kami bor. Hammasi qadriyat.
Mana do'stlar, kilolarni bemalol kommentariyada kutib qolamiz. Iloyim, nima deymiz? Hammaga shunaqa olish, shunaqalardan olib ehson qilishni nasib qilsin. Nomer bering. Qurvonliqqa 90lik 363 bo'pti. 36 07 telefon raqamiga bog'lanib aloqaga chiqasizlar. 33 millionga novvosimiz. Olganga sotganga baraka bersin. Faqat ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Qo'ylarga bu yo'lda o'zi. Yo'q, ag'dib bekitib qo'ygan. Do'stlar, mashetlar misol boshqa payt, mana bayram arafasidan tashqari paytlarda bo'm-bo'sh turadi, bemalol chiqib ketaveradi novvoslar. Hozir mana qo'chqorlar kelgan. Necha pulga bo'lyapti Farg'ona aka? 15 million kami bor. 15 million kam bitta o'zi. Arashandi qorasida bu. Arashandi qorasi. Eba qurvonliqqa so'yiladi-da. O'zim olmayani. Ya, qo'ylarni olyapman aka. Necha puldan bular? Qaysilar? Bular Bular 8 milliondan. 8 milliondan. Ha, bu boshqa narsa ekanda bo'lmasa? Bu ahat ekan. Nomer bering aka. 90lik. 90lik kodi bilan 665 4440 telefon raqamiga bog'lanib, akaga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa mana qo'ylari, qulog'i butunlar zaril bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Necha pul oldi sariq? Aytmadi. 26 bo'ldimi? Oldingizmi? Gap yo'q. 2 kam 26 ga. Aka bozoringiz bersin. Rahmat, sog' Biz davom etamiz. Necha pul oldi? 9.3. 9 million? Sotdim. 9 million 200 300. 200 sotdim, aka. Zo'r. Gap yo'q. Xonajincha 9 million 200 mingga barakasini bersin. Pulliq bo'lsin aka. Gap yo'q. Biz davom etamiz, hurmatli aka-ukalar. Hasan bu aka, qaytdingizmi? Mana Qurvonliqqa qo'ylar, voy mashalloh. Necha pulga bordi hoji dada? 7 million 400 ga bermadingiz. Necha pul olib novvosi? Shopirlarimiz bilishmasa kerak. Ular shu tariqa davom etaveradi. Mana shu yo'limiz shunday davom etib baqacha ketibdi. Ular hurmatli aka-ukalar, qo'limizdan kelganicha sizlarga videolar taqdim qilyapmiz. Hoji boy ham necha pul oldi Dilshod? 23.5 ga 100 ga. 100 kam 23.5 million. 3 million 400 mingga qulluq bo'lsin, olganga sotganga baraka bersin. Hoji buvadan ham bir intervyu olibmiz. Hoji buva, charchamay, tuzuymisiz? Bo'ldi. Necha puldan Dostonbek bular? Voy janob. Mana. Necha kiloli? 55 kilodan kelaveradi aka. Go'shini o'zi. Iloyim barakasini bersin. Tayi bormi yana? Telefon nomeri bering. 91 396 2244 telefon raqamiga bog'lanib, kimga Qurvonliqqa so'y berish xizmati ham bormi? Ashi nomerga aloqaga chiqishaversa, Dostonbek taniganlardan like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiraverasiz. Haqiqiy Boltako'lda Yedinni qassoblaridan. Do'stlar, juda ham zo'r. Bozoringiz bersa, biz davom etamiz. Bu tarafda xonajillar. Mana qo'ylar ham bag'da oxirlab qolibdi. Biz davom etamiz. Voy janavorlar. Necha puldan? Hammasi 8.5 dan bularchi? 6.5 dan. 5 ga ham bormi qo'yingiz? Yo'qmi? Bering mana shuni 5 ga. Bering. Telefon nomeri bering. 95lik 495 64 94 telefon raqamiga bog'lanib, Qurvonliqqa xullas 6 million 7 million atrofida pulingiz bo'lsa, Qurvonliq qilmoqchimisiz? Ukamizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana qo'ylarda idealniy darajalari. Oqtepauz. Davom etamiz. Bozoringiz bersin. Sizgilar necha puldan? Sizlar 9.5 dan kam bor. 7 ni ekanmi bular? 9.5 dan kam bor. Necha metr bor? 1 metrdan oshig'i? Metr hisoblaydi. Uzunligini qarang. So'y berish xizmati ham bor. Bo'ldi, gap yo'q. Hayitgacha boqib xizmat. Hayitgacha boqib, So'yib 7 milliondan 9 milliongacha qo'y bor. nomer bering. 94lik. 94lik 077 077 19 18.
18. 18. Telefon raqamiga bog'lansalar, mana ukamiz xizmatda, lekin qo'ylar bor. Ha, xullas, ancha ekan. Salkam 1,5 metrli qo'ylar uzuni. Mana ko'ryapsizlar. Do'stlar, xullas 7 milliondan 9,5 milliongacha qo'ylar bor. Do'stlar, sizda ham nomer berdingiz-a? Aloqaga chiqaveradi. Gap yo'q. Bozorlayni bersa. Biz Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozoridamiz. Hurmatli aka-ukalar, qo'limizdan kelganicha ko'rsatyapmiz. Albatta sizlardan like va podpiska, bizdan beminnatgina xizmat. Iloyim shu meni ozginagina mehnatimni qadrlab ko'ryapsizmi? Shu rolikda joni sog' bo'lsin. Oilangizga fayz baraka tilaymiz. Inshaalloh. Bugun biz kirib xonajillarni video qilaylik. Qurbonliqqa. Nech pul qildingiz? Nech pul qildingiz? 17. Bermayapti. Ish buzganmi? Buzgan. Ekşure bitta tuqqan. Bering. Necha bor? Qancha bor? 3 million qo'ysa yaxshi bo'lardi. Vo! Ha, oramizda 5 million, 10 million bas. O, bas. Zo'r. 17 millionga berilmayotgan holati. Gapiraman. Biz davom etamiz. Nech pulga bordi bu? Bermadingiz. Nechta tuqqan? Ikkita tuqqan. Qisirga beryapsiz. Qurbonliqqa so'rashyaptimi? Gap yo'q. Juda ham chiroyli semirgan holat. Do'stlar, bormi yana bundan? Bor. Nomer bering. 91 654 51 telefon raqamiga bog'lanib, kimga shunaqa misol bitta ikkita tuqqan sigir qurbonliqqa zo'rlari zarur bo'lsa, ukamizga aloqaga chiqaverasizlar. Biz davom etamiz. Buni bilmadilar, nech pul olganini? Nech pul olibdi bu? Nortoy, nech pul oldi? Nech pul oldi aka? Nech pul oldi? Biz davom etamiz do'stlar. Mana haqiqiy gigantida nechta tuqqan shu? Bitta tuqqan qisirga beryapsiz. Nech pul qilishdi? 29 million 200 mingga bermadingiz. Qo'shasa sotasiz. Mana do'stlar. Nech kilo ko'ryapsiz shuni? 560 kilo. Trivesi 560 kilo. Do'stlar, juda ham go'zal holat. Nomer bering. 33 269 0707 telefon raqamiga bog'lanib, qurbonliqqa mana bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Voy jonavor, mashalloh. Gap yo'q. Juda ham zo'r holatda. Manzil qayerda? Tashlag'da. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Juda ham zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol misol 4-5 ta o'rtoqlar, aka-ukalar aloqaga chiqib, shunday olib qurbonlik qilsalar, inshaalloh go'zal bo'ladi. Biz davom etamiz. Voy jonavor. Mana aloqaga chiqaveramiz aytilgan raqamlarga. Bozorlayni bersin. Assalomu alaykum. Assalom, xorim. Hoji buva, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Nech puldan bo'lyapti endi bular? Qurbonliqqa 3 o'si ham sizlardanmi? 3 o'si ham. Yur. Birartadan tug'im netganmi yo? 3 o'si ham tug'maganmi? Mana tuqqanga o'xshayapti-yu. O'xshayapti xolos. Nech puldan narxi? Mana 25 kami bor. Buchi. Oq. 30 million kami bor. Xullas, bemalol shunaqa tishi organlaridan kimga zarur bo'lsa, mana e'tiboshi zo'r. 400 kiloni tepasida chiqadi, trivesa. Chiqadi. 400 kiloni tepasida. 450 kilo mo'ljallayapsiz. Nomer bering. 90 kodi bilan 775 60 30. Hurmatli aka-ukalar, qurbonliqqa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nech puldan gap bordi, shohdonlar? Nech pul narxi? Qurbonliqqa qaytaveradimi? Qurbonliqqa? Nech puldan? Jupiga 25 tana. Qizmi yo tuqqanmi?
Tug'magan a? Qiz bola. Mana do'stlar, xonajillar ekan do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, 25 milliondan xullas 50 million kami bor. Bularchi angusmi bu? Necha pul bular xonajillar? 30 kami bor. 23 kami bor. Tishi yorganmi bular? 2 kurayda. 2 kurayda. Nomer bering. 88 lik 476 76 56. Telefon raqamiga bog'lanib aloqaga chiqasizlar. Shu ukalarimiz, akamiz, xudo xolasa xizmatlayinda xonaji kimga semiz zaril bo'lsa xizmatlayinda. Bozoringiz bersin ukam. Yaxshi narsalar lekin 27 million 700 mingga berilmayotgan holati. Voy mashalloh. Chiroyli boqilibdi. Go'zal. Mana. Biz davom etamiz. Gibrid necha pulga bordi? Gibrid 31,5 millionga. Voy mashalloh. Mana. Tishi yorgan. Qurvonliqqa so'rashyaptimi yo naqagami, zotgami? Zotga so'rashyapti. Akam so'rayapti. Gap yo'q. Siz olyapsizmi? So'radim men. Necha pul so'radingiz? 31,5 so'radim. Bering. Ozgina bor. Ha, ozgina bor. Ozginasini xudo bersin. Lekin haqiqiy chiroyli narsa tanlabsiz. Gap yo'q. Juda ham go'zal holat. Agar buni qochirib olasiz, Bitta bor, ammo maza bo'ladi. Gap yo'q, do'stlar. Va bo'yi ham omon 1,5 metrli gibrid xonajinimiz. Oyog'ida qarang, tikkaligini. Voy mashalloh. 31,5. Baraka bo'ldimi? Necha pulga? Chiroyli narsa ekan omon, gap yo'q. 28 million 800 ming. Gap yo'q. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Qilinayotgan qurbonlik, ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Hurmatli aka-ukalar, videoga like bosib, yengil tanishlarga padri saqtir urasizlar. 28 million 800. Barakasini bersin. Simental necha pulga bordi? 60 million bor aytyapti. Necha pul qildi bozor? 40 million bermadingiz. Nomer bering. 50 075 68 86 telefon raqamiga bog'laninglar. Agar zotga qochiraveradi, bemalol endi. Ehsonga ham bo'laveradi. Xullas kim nimaga xohlasa tushaveradi. Ehsonga ham, qurbonlikqa ham juda ham zo'r. Bo'yi 1.65. Do'stlar, meni mana jog'imdan kelyapti, haqiqiy zo'r narsa ekan. Do'stlar, ko'ryapsizlar. Qumtepa chorva bozoriga chiqqan shunaqa xonajillardan ko'rsatyapmiz. 50 million kami bor, nima ekan shunaqa? 50 million. Ha. Necha pulga chiqdingiz endi? 31,5 million. Bering, qori. 32ga o't bering. Hurmatli aka-ukalar, bugun bozorimiz juda ham to'lgan holati. Mana bu taraf qo'y taraf, bu taraf yosh novvoschalar. Eng ko'p odam shu xonajillar, so'yiladigan qurbonliqqa xonajillar qatorida. Voy janavor. Mana do'stlar, qurbonliqqa aloqaga chiqaverasizlar, akamizni nomerini ko'p aytamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Necha pul deyapsiz buni? Bozor necha pul qildi realni aka? 40 millionga berilmayotgan holat. Voy mashalloh. Janavor. Do'stlar, juda ham go'zal holat. Bemalol tishi yorgan. 2 kurak. Xonajin. Telefon nomer bering. 91 747 79 telefon raqamiga bog'lanib aloqaga chiqinglar. Inshaalloh albatta sizni barakali qiladigan mol ekan. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Do'stlar, xudo xolasa, vesi ham 700 kg tepasida ekan. Bozoringizni bersin. Biz davom etamiz. Voy janobor. Necha pulga bordi bu? Bermadingiz. Nechta tuqqan? Bitta tuqqan. Chiroyli semirgan ekan, ammo 6 kurak. Mana.
Oo, arqa sovoribdi-yu. Gap yo'q. Nomer bering. Nomer bering. 93 982 0909 telefon raqamiga bog'lansalar, mana Qurbonliq akalar. Bu nechi pul? Tug'magan xonachi nechi pul? 29 kami bor albatta. 29 deyishyapti. Ha, deyishyaptimi? Siz nechi pullar aytyapsiz? 35 kami bor. Bemalol aytilgan raqamlarga aloqaga chiqing. Xohlang buni, xohlang uni. Do'stlar, ko'ring. Ha, ponni sevimizda yig'ishtirib ketdilar. Ha. Voy. Bu nechi pul endi? 20 ga berilmayapti. Juda ham zo'r. Ko'ryapsizlar. Bugungi videomiz shu tariqa mana yakunlaymiz. Xullas, Qumtepa, Qo'shtepa chorva bozoridamiz. Hurmatli aka-ukalar, semizlar qatoridan, faqat xonachilar qatoridan video qildik. Albatta qo'llaydan kelganicha bemalol kommentariyada fikringizni qoldiraverasizlar. O'sha aytilgan raqamlarga aloqaga chiqinglar. Shular misol olingan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ozgina foydasi bo'lsa, shu bolalar ham misol sotiladi. Fermada ham bor yana, dehqonchilik bo'lasizlarga. So'yib berish xizmatlari ham bormi? O'sha nomerda, shep gap yo'q. Sog' bo'linglar. Qilayotgan mehnatlaringni Alloh dargohida qabul qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta kanalimizda qolinglar. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiraverasizlar. Qo'shtepa, Qumtepa chorva bozoridan bugungi video roliklarimizni yakunlash arafasidamiz. Inshaalloh sizlar bilan hammalar bilan ko'rishlik Alloh nasib qilsin. Hayit ayyomlarida ko'rishlik nasib qilsin. Albatta masjidlarda.